qoldi. Undan oldin bet gulozor edi. Guloz hosildorligi pasayib ketganiga bunga o'tdik. Uzum qilishni boshladik. Oddiy o'zimizni mahalliy navlardan boshladik. Keyin bozor talabiga qarab navlarini sekin-sekin o'zgartirib shu holatga olib keldik. Baribir bundan yana izlanishimiz to'xtayotgani yo'q. Yangi kelgan xorijdan kelgan navlar ham yetarli bo'lib qoldi hozir. Hop, Sug'diyona nav mana shu ko'rib turganinglar. Bular mayizbop uzumlar, danaysiz. Kishmish hisoblanadi. Danaylari yirik, donlari yirik bo'lgani uchun shuni tanlagan biz. Undan tashqari yangi kelgan chet el uzumlari ham bor. Lamborghini degan kishmishimiz bor, Heloin degan kishmishimiz, Avatar degan kishmishlarimiz bor. Tegidan sovurib qo'yganiga boshqadan chiqazdik. Endi o'ziga keldi. Ha, 3-4 yil bo'lib qoldi. Ildizdan yangi chiqdi-da. Uyga kelib olib ketadigan mijozlarimiz ham yetarli o'zimizga. O'rganib qolgan. Oilaviy kelishadi-da, mana shu o'zligisi xohlaganini uzib olib, rozi qilib ketishadi. Yomon emas, xudoga shukr olmaymiz. Buni hisobiga yetmayapmiz, lekin yaxshi yashayapmiz. Hamma narsamizga yetyapti, xudoga shukr. Orzu havasimizni hammasini qondiryapti. Serdaromad narsa. Baydan tortib, qalamchasidan tortib, qurgan mayizigacha sotamiz. Birinchi bay sotamiz. Ha, tok osh qilib. Undan keyin payvandga novda sotamiz, yashil novda. Undan keyin uzumini sotamiz. Uzumidan keyin ko'chat tayyorlab qalamcha sotamiz. Xullas yetarli biz ishimiz yetarli. Ishlasa bu. Endi hozir o'zi 10 sotuv berilgan. O'shanda uylarga ajratib tashlaydigan bo'lsak, ko'chalar bilan hisoblasak, 9-10 sotuv kelib qoladi uzum. 50-60 ta uzumim bor-da. Xo'p, bizda hozir 20 xildan oshuv navlar bor. Mana shu ham danaysiz avatar hisoblanadi. Turgan joyda sekin mayizlashaveradi. Mana shu mayiz ham tayyor bo'lib qolyapti mana. Buni o'zini yegandan ko'ra magizi yaxshi bo'lib qoldi. Sababi o'zini sal nordon mazasi bor-da. Hammasi bir xil uzumlar. Bittasini nima ro'd hisoblasa bitta shu kasalga chidamlisi bilan kasalga chidamli narsani ajratish mumkin bo'ladi. Bular hammasi kasalga chidamli navlar. Kasalga chidamli bo'lmaganlarini darrov quritamiz yoki dori sepsiz ham tuzalmaydi-da, immunitet past hisoblanadi. Endi buni bizning bozorda yeyishga ko'ra magizi yaxshi bo'ladi. Preobrazение ham, mana ham preobrazение ham bor. Mashlarim hozir mana orada mana bunaqalarini mana 50 ming, mana bunaqa 50 ming sotilyapti. Mana bunaqalar. Mana bunaqalari mana mashina 50 ming. Undan mundaroqlari bor, 40 minglik mana bunaqa maydaroq bo'lib qolgan bo'lsa, mana ular mana bunaqalarni 40 ming, 50 ming sotilyapti mana shu turishini. Mana bunaqalar mana mashina yetildi mana. Endi anchasini uzib qo'ydik bu yerda hosilni mana. Buni yaxshi tomoni ikkinchi hosilni ham beradi-da, mana bu ikkinchi hosili mana. Keyinroq borib pishadi bir oy farqi bilan. Mana buni o'zimiz yeymiz, bozorga olib chiqmaymiz. Juda mazasi boshqacha bo'ladi buni. Mana ham yangi kelgan navlarimiz mana. Bu ham yaqinda tanlovdan o'tdi, landish degan nav. Bundan gulli mazasi kelib turadi. O'zi ham yirik don bo'ladi bunaqa mana. Xudo xolasa bu bozor egalli. Mana bu eski o'zimizning xurmonilar. Bu ham hali bozordan qolgani yo'q. Juda ajoyib yeyishli turadigan tipida ancha. So'lib qolmaydi, to'xtab qolmaydi. Uzum parvarish qilish qanchalik qiyin? Endi bu odam chin dildan o'zi xohlab qilsa-chi bu ish emas bu. Inson o'zini sevgan kasbini qilsa, umrini ishsiz o'tkazadi degan gaplar bor-da. Bu bizning uchun hobbi. Biz buni charchamaymiz ham, qiynalmaymiz. Biz yaxshi ko'ramiz. Mana shu narsa, mana shu manzara bo'lib tursa bizga mehnat qilmaganda yuraveramiz. Mehnat qilsa kimdir majburlasa, u mehnat qildi. Bu o'zimiz qilamiz. Chin dildan mana shu bo'lsin deb qilamiz. Mehr bor bunda. Bolaligimizda shu 10 yasharligimizdanmi, 8 yasharligimizda bog'imizda odamlar kesardi, biz boylardik. Ha. Yoshlikdan qolgan bu bog'bonlarni avloddanmiz biz. Ota-bobolarimiz o'tib ketdi. Qilishni bilmaydiganlarga bir hayotingiz davom tajribangizda o'rgatish, tushuntirish bo'lganmi? Shogirdlarim ko'p juda ham. Hop, Telegramda kanalimiz bor bitta-ikkita. Lichkaga ham ko'proq yozishadi. Nima savol bo'lsa hech qachon nima qilmaganmiz, tashab qo'ymaganmiz. Biladi shogirdlarimiz hozir respublika bo'yicha qanchaligini hisoblab bera olmayman. Mahallada ham 5-10 ta bo'lib qolgan. Bizdan o'rnak olib
ikkita uchta bog'lik qilishyapti bizani ketimizda. Asosan ko'proq qanaqa savollar bilan yuzlanishadi sizga? Endi men o'zim xafa bo'ladigan narsam ko'proq mana shu odamlardan. Kasallikni orttirib turib, keyin nima qilaylik deydi. Ha, undan oldin so'ra, nima qilaylik? Oldindan ko'rsatib turaylik, yetganimizni qilib, bir xilla qaramaydi o'zim ekib qo'yadi, keyin kasal chalinib bo'lgandan keyin nima qilaylik? Uni oldini olish qiyin keyin. Mana misol uchun o'zini bir 10 sotuv, shunaqa bir 12 sotuv hovlisi bo'lib turib, hovlisidan foydalanmayotgan odamlarga nima maslahat bergan bo'ladi? Avvalo yaxshi ko'rish kerak. Endi nimani bo'lsa ham. Malina ekmoqchimi? Yaxshi ko'radimi o'shani? Uni eksin yoki o'zim yaxshi ko'radimi? Astoydil qilsin. Nima qilishdan qat'iy nazar, chin dildan xohlab qilsa bo'ladi. Bo'ladi, aniq bo'ladi. Men o'zimning fikrim, niyatim o'sha boshida mana shu boshlaganimda hop mahallamizga katta mashinalar kelib to'lib chiqib ketsin degan niyatimiz bor. Hozir mana hokimlarimiz ham ancha yordam beradigan bo'lishdi. Xudo xolasa mana kichkina bog' yaratganimdan 10-15 ta уже hovlini to'ldirib qo'ygan odamlar bor. Endi yana hali hokimlarimiz ko'chamizga qilib beramiz deyishdi. O'shandan keyin kuchayib ketamiz, xudo xolasa. Shunaqa niyatlar bor.